Nima uchun 40 yoshdan keyin ayollarimizda sog'lig'ida muammolar ko'paya boshlaydi? Bellari og'riydi, bo'g'imlari og'riydi, suyaklari zirqiraydi, asablari qizib sovishlar ko'paya boshlaydi. Nevropatologga boradi, kardiologga boradi, travmatologga boradi, revmaproba topshiradi, hammasi yaxshi chiqadi. Lekin muammo bitta gormondaki bu, estrogen gormonda. Bu estrogen gormoni bu gormon shassi hisoblanadi. Nima uchun bu estrogen gormoni 40 dan keyin premenopauza bosqichiga o'tgandan gormon kamaya boshlaydi. Bu gormonning vazifasi nima? Suyaklarimizda suyak zishlanishini boshqaradi. Tushib ketgandan keyin suyak zishlanishdan yemirilishga qarab o'ta boshlaydi. Asab sistemasini kontrol qilib turadi. Shuning uchun ham ayollarimizni qaysi payt estrogen baland bo'lgan payt xursand bo'lib ketadi, tushib ketishi bilan kayfiyat tushib ketib qoladi. Juda ham ko'p bosqichlarda estrogenning o'rni katta. Xo'p, nima qilish kerak davo qilish uchun? Oddiygina MHT terapiya. Menopauzal hormon terapiya hisoblanadi. Chunki nima uchun organizmga yetishmayotgan gormonni o'rnini qoplash uchun berish kerak organizmga. Va tadqiqotlarga ko'ra, menopauza boshlangandan keyin 10 yil ichida va 60 yoshgacha berilganda yurak, qon tomir va suyak zishlanish kasalliklari 70% kamaygan. Salomat bo'ling.